sal qiyin yo'nalish tanlabsiz. Men xudo xolasa 5 yildan keyin men sizlarda o'rninglarda o'tiraman, sizlar yoninglarda. Nadira nima? Bu Centralniy Aziyadagi birinchi kompleks bo'lib, shopping uchun videolar orqali xarid uchun zamonaviy ijtimoiy tarmoq. Mana shu bloknotni qanaqa qilib hozir ijtimoiy tarmoqda sotasizlar? Buni potensialini qarang, bitta bloger live streamda 18 million dollar bir haftada topgan. Bu 1,5 milliardlik mamlakatda-da. Nima, yosh ukamizga hayoti davomida zo'r tajriba bo'ladi-yu, lekin sal qiyin yo'nalish tanlabsiz. Asosan kattasi yo'sin deydi. 18 yoshdamiz. Da. Men taklif beraman sizga. Tekin taklif beraman. Hammani oldi etmayman. Bu Nadira loyihasiga biza bugun investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? Hozir yo'q. Hozircha yo'q. Men xudo xolasa 5 yildan keyin men sizlarda o'rninglarda o'tiraman, sizlar yoninglarda. Yig'lamang, faqat boyasi. Agar yana imkon berilsa, nimani to'g'rilagan bo'lardingiz? Men yutdim, hali to'g'rilaydigan narsa yo'q. Yana davom ettirmoqchimisiz yo to'xtatdingizmi buni? Men to'xtataman. Men davom etaman. Unda просто meni planim bir edi. Ha? Jahongir aka meni bu planimni 10 qilishni o'rgatdilar.